O'zbekiston yetakchisi 2025-yilning dastlabki mehnat haftasini ham faol boshladi. Vaqt juda tig'iz bo'lishiga qaramasdan bir yo'la ikkita muhim yig'ilish o'tkazishga ulgurdi. Birinchi yig'ilish 2025-yil uchun davlat byudjeti ijrosini ta'minlashga bag'ishlangan bo'lsa, ikkinchisida mahallalarda aholi bandligini ta'minlash va daromadli qilish chora-tadbirlari kun tartibida bo'ldi. Davlat byudjeti bu yil ham aholi farovonligini oshirishga xizmat qiladi, dedi O'zbekiston yetakchisi. Ya'ni bu yil ham byudjet xarajatlarining ijtimoiy yo'naltirilganligi saqlab qolindi. Ta'lim, sog'liqni saqlash, ijtimoiy himoya, fan, madaniyat va sportni rivojlantirish, muhtoj aholini uy-joy bilan ta'minlash kabi tadbirlar uchun jami davlat byudjeti xarajatlarining 52% yo'naltiriladi. Ikkinchi muhim yig'ilishning bosh mavzusi 3.600.000 kishining bandligini ta'minlash masalasi. 2025-yil bandlikni ta'minlash va kambag'allikni kamaytirishda eng muhim hamda hal qiluvchi yil bo'ladi, degan edi davlat rahbari 20 kun avval aholini daromadli qilishga bag'ishlangan katta yig'ilishda. Demak, bu yil ham umummilliy harakat izchil davom ettiriladi. Odamlarni ishli va daromadli qilish siyosati yanada yuqori tezlikda, yanada samarador yechimlar orqali xalq orasiga chuqur kirib boradi. Tugayotgan haftada davlatimiz rahbariga banklar ishtirokida mahallalarda aholi bandligini ta'minlash va daromadli qilish chora-tadbirlari bo'yicha axborot berildi. Undagi asosiy mesajlar: aholi bandligini ta'minlashga qaratilgan mahalla loyihasi dasturi doirasida $1 milliard ajratilib, mahallalar darajasida taqsimlandi. 2025-yil 1-fevralgacha tuman banklari filiallarida mahallabay ishlash bo'limlari tashkil etilib, ularga mahalla bankirlari tayinlanadi. E'tibor bering, bu yo'nalishda mutlaqo yangi tizim paydo bo'lyapti. Mahalla bankirlari va mahalla loyihasi. Xo'sh, $1 milliard mahalla loyihasining mazmun mohiyati nima? Yangicha yondashuvdagi mahalla bankirlar tizimi qanday ishlaydi? Hozirgi sharhimiz shu haqda. Aholi bandligini ta'minlashda 2025-yilgi katta maqsad 5 milliondan ziyod insonni daromadli qilish. Hisob-kitoblariga ko'ra 3.600.000 kishining bandligi banklar yordamida amalga oshiriladi. Ushbu maqsadda davlat rahbari o'ziga xos yondashuv, umuman yangicha tizim yo'lga qo'yilishini e'lon qilgandi. Endi tumanlarda mahalla bankirlari ish boshlaydi. Ya'ni banklar bundan buyon mahallada doimiy ishlash tizimiga o'tadi. Mahalla bankirlari mahallani biznes imkoniyatlarini o'rganadi. Odamlar bilan gaplashib, ularning g'oyalarini loyihalarga aylantiradi. Odamlarni kredit olish, qaytarish, biznesini ochish, mahsulotlarini sotishga o'rgatadi. Daromadli loyihalar to'liq yurib ketguncha hamroh bo'ladi. Tugayotgan haftada davlatimiz rahbariga banklar ishtirokida mahallalarda aholi bandligini ta'minlash va daromadli qilish chora-tadbirlari bo'yicha axborot berildi. Qayd etilishicha, 208 ta tuman va shahar hokimlari hamda banklar rahbarlari tomonidan aholi bandligini ta'minlash va daromadini oshirish bo'yicha hamkorlik shartnomalari imzolandi. Har bir mahalla bo'yicha maqsadli ko'rsatkichlar belgilandi. Loyiha ishlab chiqish, kredit ajratish, aholi bandligini ta'minlash bo'yicha tuman banki rahbariga oyma-oy samaradorlik ko'rsatkichi qo'yiladi. Endi Markaziy bank raisi va uning o'rinbosarlari hududlarga chiqib, joylardagi bank filiallarining mahallalardagi ishini yangicha yondashuv asosida tashkil qiladi. Yig'ilishda asosiy maqsad qilib, joriy yilda 5.200.000 aholini daromadli mehnat bilan ta'minlash topshirildi. Shundan 3.600.000 banklar yordamida amalga oshiriladi. 3.600.000 aholini band qilish uchun shuni 1.400.000 aholimizni doimiy ish bilan band qilish hamda 2.100.000 aholimizni tadbirkorlikka jalb qilish rejalashtirilgan. Yangi tizim tashkil qilinib, mahalla bankiri tashkil etilyapti. Hurmatli prezidentimiz bizga buni tushuntirib berdilar. Barcha tijorat banklarimizda eng quyi pog'onasi bu mahalla bankiri sifatida biz endi bankirlar nafaqat viloyat, tuman, shahar, mahallaga tushib, mahallabay bo'yicha ishlash yangi tizimini tashkil qilyapmiz. Mahalla bankiri o'z navbatida mahallalarda mahalla agentlarini o'ziga jalb qilgan holda aholini keng
tadbirkorlikka jalb qilish, ularni ish bilan band qilish nuqtai nazaridan ishlarni amalga oshiradi. Mahalla bankirlarni eng qizig'i shundaki, bularning ish haqi ham, KPI'lari ham hammasi shu odamlarni mehnatga jalb qilish, daromadli mehnat bilan band qilishga bog'liq bo'ladi. Mahalla agentlar bilan birgalikda shakllantirilgan ro'yxatlarimiz asosida odamlarimizni daromadli mehnat bilan band qilishga o'z hissasini qo'shadilar. Buning uchun qo'llarida barcha moliyaviy instrumentlarimiz mavjud. Oilaviy tadbirkorlik kreditlarimiz, biznesga birinchi qadam. Bundan tashqari biznes rivojlantirish bankimizni yangi mahsulotlari 100 million so'mgacha garovsiz, ta'minotsiz kreditlarimiz, 300 million so'mgacha yuridik shaxslar uchun kreditlarimiz, tijorat banklarining o'zlarini ishlab chiqarilgan mahsulotlari, kreditlari va hokazo. Hurmatli prezidentimiz 2025-yil kambag'allikni qisqartirish va bandlikni ta'minlash uchun hal qiluvchi yil deb bizga belgilab berdilar va bu vazifalarni bajarish uchun bank tizimi barcha o'zini imkoniyatlarni ishga solgan holda ushbu vazifalarni bajaramiz. Xo'sh, mahalla bankiri o'zi qanday tizim? Mahalla bankirlari, banklar eng quyi bo'g'in, mahalla darajasiga tushib, odamlarning daromadini oshiradigan tizim. Mahalla bankirlarining eng katta vazifasi mahallaning biznes imkoniyatlarini o'rganib, odamlarning g'oyalarini loyihalarga aylantirish. Mahalla bankiri xonadonbay ishlab, har bir oilaga tayyor loyihalar yoki biznes rejalar taklif qiladi. Loyihaning barcha zanjirida kredit olish, qaytarish, biznes ochish, mahsulot sotish jarayonlarida aholiga hamrohlik qiladi. Qisqa qilib aytganda, noldan daromadga kirguncha o'sha loyihani qo'llab-quvvatlaydi. Rejaga ko'ra 2025-yilning 1-fevraligacha tuman banklari filiallarida mahallabay ishlash bo'limlari tashkil etilib, ularga mahalla bankirlari tayinlanadi. Mahalla bankiri tizimi orqali 1,4 million kishini doimiy ish bilan ta'minlash, yana 2,100,000 aholini tadbirkorlikka jalb etish hisob-kitob qilingan. Bu borada o'ziga xos moliyaviy instrumentlar ham joriy etilyapti. $1 milliard yo'naltirilayotgan mahalla loyihasi dasturi ana shunday muhim moliyaviy instrumentlardan biri. Loyihaga ko'ra oilaviy tadbirkorlik dasturlarida muvaffaqiyatga erishgan aholiga ko'proq muddatga, ko'proq hajmda mablag' ajratiladi. Qolaversa, har bir mahallada kamida 10 ta xonadon uchun loyihalar paketi yetkazib beriladi. Tahlillarga ko'ra ushbu paketlar orqali oilalar 60-70 million so'mdan kam bo'lmagan yillik daromadga ega bo'ladi. Mahalla loyihasi dasturi Xalq bankini Parkent tajribasi misolda aytishimiz mumkin. Bu tajriba demak Osiyo taraqqiyot banki va Xalq banki o'rtasida hamkorligi natijasida amalga oshirilayotgan loyiha. Ilgari oilaviy tadbirkorlik dasturlaridan muvaffaqiyatli o'tib, ya'ni oilaviy tadbirkorlik dasturlaridan kredit olib, o'z muddatida qaytargan va faoliyatini kengaytirish niyati bo'lgan aholi bunga bu dasturga jalb qilinadi va ularga ko'proq miqdorda va ko'proq muddatga kreditlar ajratilishi yo'lga qo'yiladi. Yana bitta instrumentimiz bu mahallalarda mikro loyihalar amalga oshirilishi va bu loyihalar demak 9453 ta mahalla bo'ladigan bo'lsa, bularning har birida umumiy hisobda 40 tadan loyiha, ya'ni 378 mingdan ziyod mikro loyihalar amalga oshiriladi. Buning natijasida 750 mingdan ziyod aholini bandligi ta'minlanadi. Yana bitta jihatga e'tibor qaratishimiz kerak. Bu ham bo'lsa kichik va o'rta biznesni qo'llab-quvvatlash va kichik o'rta biznesni qo'llab-quvvatlash uchun bu yil 120 trillion so'm miqdorida kreditlar yo'naltiriladi. Bu jami o'sha yil davomida ajratilgan kreditlarning 40% mana shu sohaga yo'naltiriladi degani. Bu maqsadli ko'rsatkichlarni ijrosini nazorat qilib borishimiz hurmatli prezidentimiz tomonidan belgilab berilgan vazifalarni joylarda to'laqonli ijrosini ta'minlashga xizmat qiladi. Bir so'z bilan 2025-yil bandlikni ta'minlash va kambag'allikni kamaytirishda hal qiluvchi yil bo'ladi. Bu borada davlatimiz rahbari tomonidan yangi tizim va juda katta miqdordagi moliyaviy resurslar topib berildi. Endi joylardagi mas'ullar ish tizimini va yondashuvlarni yangicha tashkil qilib, oilalarning ro'zg'origa baraka olib kirishi kerak.